Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atselir, Hemze Halid Musettek, şir yürek oğlanları. Abdullah İbni Ummu Mektum. Ulug' Payg'ambar alayhissalom qaysi kishi tarafidan 7 qat osmon ustidan ayblangan. Ishonchlik farishta Jibril alayhissalom Payg'ambar alayhissalomning diliga vahiy ilib tushishga sababchi bo'lgan u kishi kim? U kishi Payg'ambar alayhissalomning muazzini Abdullah ibn Ummu Mektumdir. Quraysh qabilasidan bo'lgan Abdullah ibn Ummu Mektum Payg'ambar alayhissalom bilan tuqqan bo'lib, u mu'minlarning onasi Xuvaylidning qizi Xadijaning tog'asi edi. Uning dadasi Qays ibn Zayd, onasi Abdullahning qizi Atika bo'lib, Atika uni tug'ma ama oltida tuqqashqa u Ummu Mektum, ya'ni amaning onasi deb ataladi. Makkada Allohning ilohiy nuri ko'tarilganda Abdullah Makkada bo'lib, Alloh uning dilini islom uchun ichib o'tgan edi. U dastlabda islom kirguvchilardan bo'ldi. U Makkadagi chig'ida boshqa musulmon qarindoshlarga o'xshashla din yo'lida peshiga kelgan arziyatlarga chidamchanlik ko'rsatish, sabr qilish, mustahkam turishdek irodalari bilan taqobil turib keldi. Lekin boshlariga kelgan bu og'ir azob sinoqlar ularni bo'ysundira olmadi. Iymoni ojizlab qolmadi. Tortgan jafo mushaqqatlari, uchirgan arziyatlarning badaliga Allah ularning iymonini mustahkam qilib, ularni har qanday ahvolda Qur'onga mahkam isildigan, Allohning qonuniyatlarini tushundigan, Payg'ambar alayhissalomga ergashadigan ne'mat bilan ularni rizqlantirdi. Uning Payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rishi va Qur'on Karimni yodlashga bo'lgan ishtiyoqi shu darajaga berib yetganki, har qanday bir chog'da ozroq fursat topsa, Qur'on yodi yilishga tirishadi. Doim Payg'ambar alayhissalom bilan uchrashib, uningdan ilm ilish yerislikida yuratdi. Bu mezgillarda Payg'ambar alayhissalom texmi ko'p Quraysh qatlarining iymon etish uchun tirishchilik ko'rsatib, ular bilan pat-pat uchrashib turibdi. Bir kuni u Utba ibn Rabiha, uning inisi Shayba ibn Rabiha, Abu Jahl, Amr ibn Hisham, Umayya ibn Xalaf va Allohning qilichi deb nom olgan Xolidning dadasi Valid ibn Mughiralar bilan paranglashib, ularga islomni tushuntirib o'tadi. Payg'ambar alayhissalom ularning islom kirishini, hech bo'lmasa sahobalarga aziyat berishdan bo'lsa-mu, yenishini umid qiladi. Dal mushchaqda Abdullah kelib Payg'ambar alayhissalomning o'ziga Allohning so'zidan biror oyat o'qib berishini talab qildi. Lekin Payg'ambar alayhissalom uningdan yuz o'rib, yiliq kishilar tarafga qarab oldi. Chunki Payg'ambar alayhissalom navoda u kishilar iymon etsa, Allohning dini ulug'lanib, o'zining davlatining kuchaydiganligini o'ylagan edi. Payg'ambar alayhissalom ular bilan bo'lgan suhbatini oxirlashtirib, oilasiga qaytayotganda Alloh uningga bir mugdash avatib, xuddi beshiga bir narsa urib olgandek his qildirdi. Ondan Alloh taolo uningga tuvandagi oyatlarni nozil qildi. Yeniga ama kelganlik uchun Payg'ambar alayhissalom tarini turdi va yuzini o'rib oldi. Ey Muhammad, nima bilasan? Balki u sendan olgan ma'rifat bilan gunohlardan poklanishi mumkin, yoki vaz-nasihat anglab uningdan foydalanish mumkin. O'zini iymondan behojat hisoblaydigan odam kelsak, sen uningga yuzinsan, ya'ni uningga quloq silib tabliq qilishga ko'ngil bilsan. U kufrdan, gunohlardan poklanmasa, sana nima ziyindi? Sendan ma'rifat tilab Allohdan qo'rqgan holda yugurib kelgan kishiga kelsak, sen uning qarmay qo'ysan. Buningdan keyin undoq qilmagan. Bu oyatlar vazdur. Xohlagan odam uningdan vaz nasihat oldi. U yana Qur'on oyatlari qimmatlik, qadri yuqori pah sahiflarga yozilgandir. U hurmatli yaxshi farishtalardan bo'lgan putkichilarning qulidir. Abdullahning sababi bilan ishonchlik vahiy yetkazuvchi elchi Jibril alayhissalomning Payg'ambar alayhissalomga ilib tushgan bu vahiysi toki qiyomatgacha tilovat qilinish sharafiga erishdi. Ana shu kundan boshlab
Payg'ambar alayhissalom uni hurmatlab, uning bilan yaqin o'ltirib, hojatlarini ravo qilib keldi. Payg'ambar alayhissalomning u kishiga hurmat ko'rsatganligining ajablangidek hech yeri yo'q. Chunki Payg'ambar alayhissalom u kishining sababidan 7 qat osmonning ustidan ayiblangan edi. Qurayshlar musulmonlarga aziyatini kuchaytgan edi. Alloh musulmonlarni hijrat qilishga buyurdi. Abdullah dini uchun vatanni tark etganlarning tunji turkumdagilarning ichida bo'ldi. Uning bilan sahobalardan Musab ibn Umayr Payg'ambar alayhissalomning sahobalarining ichida Madinaga hijrat qilgan tunji turkumdagi kishilar edi. U Madinaga kelgandan keyin Amroyi Musab ibn Umayr bilan birlikda kishilarga aralashib, ularga Qur'on o'rgatishga va Allohning dinini boshqalarga tushuntirishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgandan keyin Bilal bilan u ikkisini kunda 5 qitim azon to'lashga tayinladi. Bilal azon to'laganda Abdullah namozga takbir aytadi. Abdullah azon to'laganda bo'lsa, Bilal takbir aytadi. Bu ikkisining Ramazon oylarida alayda gavdalik yeri bo'lib, ro'za tutuvchilar bu ikkisining birining azondan keyin suhurlik yesa, yana birining azoni bilan suhurlik yeyishdan to'xtaydi. Ya'ni Bilal kechasi azon etib kishilarni uyg'otsa, Abdullah vaqtini kuzatib xatolashmaydi. Payg'ambar alayhissalom Abdullahni shunchalik hurmatlaydiki, o'zining Madinadan sirtqa chiqqan 10 necha qitimliq safarda uni o'z o'rniga Madinada mas'ul qilib qoldirgan. Bir qitim mundaq bir ish bo'lgan edi. Bu Makkani fath qilishga ma'ngan chaqda bo'lgan. Badr g'azotiridan keyin Alloh payg'ambariga mujohidlarni jangga taxim rag'batlantirish, jangga chiqmaganlarni uyaldirish uchun mujohidlarni maqtab, jangga chiqqanlarning chiqmaganlardan ortiq ekanligini ta'riflashga buyurib, oyat nozil qildi. Bu Abdullahga nihoyat og'ir tuyuldi va payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, agar men jang qilishga qodir bo'la olgan bo'lsam, cho'qim jang qilatdim" dedi. Ondan Allohdan o'ziga o'xshash meyiblik sababidan jangga chiqmagan kishilar to'g'risida oyat nozil qilishini tilab duo qildi. U yolvorib turib: "Ey Alloh, mening uzrimni nozil qilgan. Ey Alloh, mening uzrimni nozil qilgan" deb nido qildi. Alloh uning duosini ijobat qildi. Payg'ambar alayhissalomning vahiy yozuvchisi Zayd ibn Sabit bu vaqtda mundaq degan: "Men payg'ambar alayhissalomning yonida o'ltirgan edim. Payg'ambar alayhissalom jimjit bo'lib ketdi. Uning yotisi mening yotamning ustiga tushdi. Uning yotisi shunchalik ig'irlashib ketgan ediki, men bundaq ig'irlikni zodi his qilib baxmagan edim. Birozdan keyin u asliga kelib, "Ey Zayd, yozg'in" dedi. Men uning og'zidan chiqqan "Mu'minlardan jangga chiqmaganlar Alloh yo'lida jihad qilganlar bilan barobar bo'lmaydi" degan oyatni yozdim. Bu chaqda Abdullah o'rnidan turib: "Ey Allohning payg'ambari, undaqda jihad qilishga qodir bo'lolmagan kishilarning ahvoli qandoq bo'ladi?" deb so'radi. Uning so'zining oxirlashi bilanla payg'ambar alayhissalomning yotisining og'irligi mening yotamning ustiga tushdi. Bu qitim uning og'irligi texim bak og'irlashib ketgan edi. Birozdan keyin u asliga kelib: "Ey Zayd, yozg'iningni o'qi" dedi. Men mu'minlardan jangga chiqmaganlar Alloh yo'lida jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi deb o'qidim. Payg'ambar alayhissalom "Uzrsi" deb yozg'in deb buyurdi. Abdullah arzu qilgan oyat nozil bo'ldi. Alloh Abdullah va shuning o'xshash jangga chiqishga uzrsi bor kishilarni jangga chiqishdan kechirgan turuqliq, uning jangga yersman ko'ngli uzrsi bor kishilar bilan o'ltirib qilishga unmay Alloh yo'lida jihad qilish irodasi kelgan edi. Chunki insondagi ulug'vor ruh faqat ulug'vor ish bilanla qanoatlandi. Abdullah shu kundan boshlab o'zini jang uchun hozirlab qo'ydi va Makkani fath qilish jangida o'z-o'ziga jang vazifasini belgilab, meni ikki safning o'rtasiga turg'izib, qo'limga bayroqni tutqizib qo'yinglar. Men ama jangdan qocholmayman. Shunga bayroqni sizlarga ching saqlab beraman dedi. Hijriyaning 14-yili Xalifa Umar Paris davlatini ag'dirib, musulmonlar qo'shinining ilgirlashi uchun yo'l yechish qaroriga kelib, har qaysi joylardagi musulmon boshliqlarga quroli, eti, to'g'ri fikr qilish iqtidori, parasiti bor qaysar kishilarning hammasini yig'ib, nihoyat tezlik bilan avatinglar deb buyruq qildi. Umarning chaqiriqiga ovoz qo'shgan musulmonlar turkumlab Madinaga yetib keldi. Ularning ichida Abdullah ham bor edi.
Ömer Said ibn Abu Waqqasni qo'shin qo'mondan qilib, uni nurg'un vasiyatlar bilan jangga uzatdi. Qo'shin yurib Qadisiyaga yetib kelganda, Abdullah Saudni kiyib, musulmon qo'shinning bayrog'ini qo'g'dash yoki shu yo'lda shahid bo'lishga o'zini atab maydonga chiqdi. İki tarafning qo'shini uda 3 kun misli ko'rilmagan darajada shiddatli jang qildi. 3-kuni musulmonlarning zo'r g'alabasi bilan jang oxirlashdi. Cho'ng bir davlat og'dirilib, ayni zamondagi mashhur poytaxt qo'lga kelib, buddistlar davlatida tavhid bayrog'i lapildidi. Bu jangda 100 nafar mujohid shahid bo'lgan bo'lib, Abdullah ibn Maktum shahidlar orasida musulmonlarning bayrog'ini ching quchoqlaganicha qonga milinib yotadi. Payg'ambarligini Alloh uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari